Mana Hamza zapravka demen, hürmetli aziz yurttaşlar. Men evvel bulardı çıkarıydım ha. Kilometre bir mi tuttu, 50 gaz yok gitti dep. Mana zapravka demazı silah ko'rsataman devlinani. Qo'rqoqni qo'rsang batır bo'ladi degan-ku. Shu deganda ina meni mashinam. Ina ko'ring. Mana hozir sağan pulum masalan. Endi devlinani ko'rsataman sizlarga ina. Devlinani qarang, 220 devlina bu yerda. 220. Yolg'on gap emas, mana kolonka deman. Endi ko'ramiz. Necha devlina qachar ekan. Hurmatli aziz, video davomida ko'rasizlar xudo xolasa. Hurmatli aziz yurtdoshlar, obunachilar, sog'misizlar, omonmisizlar? Xorazm Yangibozor blogi Xalboyev Netpopoman bilasizlar. Men oldinroq bundan bir oy burun Qananda Do'rman qishlog'ida yangi ochilgan Hamzadagi zapravkani ochib edim, tanqid qilib chiqib edim. Endi tanqid qilganda yarim soat ichida 50 gaz nera ketib qoldi deb chiqarib edimmi? Mana hozir haydovchilar aytmoqqa qaradi, Hamzaga bordingizmi, gaz sov yo'q dedim. Siz shu yerdan bir sov ko'ring dedi. Kilometr bermay qaradi, devlinasi yaxshi bo'lmay qaradi dedi. Hamza zapravkaga toza dedi. Shuning uchun bugun borib, hozir 1 soat bo'ldi, gaz sov keldim shu yerdan. Mana ko'ring, manometrda 220 devline beriydi. 220 devline. Mana hozir 1 soatdan keyin 10 210ni ko'rsatib turibdi yana. 1 soat deganda 10 qaytdi. Boring yana 1 soatdan keyin 10 qaytsin, 20 qaytsin. Lekin kilometr haqiqatdan ham bet turibdi ekan. Men hozir bir 5 kun bo'ldi Hamzadan sap turibman. Yaxshi kilometr bet turibdi, gap yo'q. Bu nima uchun aytib o'tirman? Hurmatli haydovchilar, qo'rqoqni quvaversang botir bo'ladi degan. Shunday maqol bor-da. Shundan kelib chiqib, ko'rdingizlarmi? Men tanqid etib chiqqandan keyin qanday o'zgarish qildi? Yangi Hamzadagi zapravka bilmayman, lekin devlin ham berib turibdi, kilometr ham berib turibdi, hurmatli haydovchilar. Shu yerdan kelib gaz solishingizni sizlarga tavsiya qilaman. O'zlaringiz gaz solib ko'rib, kilometrni nolga qo'yib tekshirib ko'ringlar, hurmatli haydovchilar. Hurmatli haydovchilar, podpischiklar, ushbu videoni maksimal darajada haydovchilarga tarqatib jo'natib qo'yamiz.